o'rmonda quyon eng qo'rqoq hayvon bo'lishiga qaramasdan nimaga bu darajada hurmatga sazovor bilasanmi? Chunki quyon любой ishni 5 minutda bajaradi. Bo'g'irsoqim. Kechirasan, meni tulkimni bo'g'irsoq yeydigan payti bo'ldi. Eshitdiman. Erki. Bozorg'ami? Xuddi shu. Mayli. Keyingi safar pratikalar haqida mana shunaqasi bor. Meni hozir tulkim kutyapti. Arendani tayyorlaylar. Men keldim. Enasi menga qarang. Shu erkin bozordan 30 ta do'kon olish shartmidi? Dadasi, do'kon aganizdan keyin ertasi kuni foydada o'tiradi. Uzoqdan o'tirishga pul tikib, 9 oy kutgandan erkin bozorga pul tikib ertasi kundan foyda ko'rgan yaxshi deysiz-da. Judayam to'g'ri. Arendan tayyorlangan bizardashdaqa keldi. Bu ijarachilarning hech bo'lmasa bir 2 yil arenda to'laydimi yo'qmi? Hech xavotir olmang. Bozor ma'muriyati garantiya beradi. Garantiya bo'lmasa bir ish qilmaysiz, menga qanaqa deyib qolgansiz? Men sizni sdachiga olganman. Arenda. Pikar shu 100 ming talik chiqdi, sdachiga yuradigan bo'lib qoldi. Hammalaring arendan tayyorlangan bizarni krokodil keldi. Bozorda odam yaxshi, do'konlaringda assortimentlaring yaxshi, mijozlarimiz hammasi xursand bo'ladi. Keyingi oy gaplashamiz. Uyga borganda beradi, bozorda yo'qotib qo'ymang deyapti. Keyingi oy gaplashamiz, o'zimga berasiz. Jera pulini olib kelinglar, menga bermanglar, yanganga beringlar, iltimos sizlardan. Yaxshi yozib qo'y 21-do'kon. Menga bermanglar, men yo'qotib qo'yaman, uyda olaman yanganglardan. Assalomu alaykum, amak yaxshimisiz, sog'lig'ingiz? 27-do'kon yozib qo'yinglar. G'obirjon kelyapsanmi? Men qo'limga pul bermayman, iltimos, pulga allergiyam bor, men kompyuter yeb turaman. Dadasi. Hamma narsani bilasiz. Hamma narsani bilganimcha menga tegansizda, hech narsani bilmaganimda 2 kunda haydab borgan bo'lardingiz. Bo'g'irsoqim. Kompliment qilmang-ni. Qiyonim. O'zingiz da'vat qilyapsiz. Men hozir turing o'rningizda ketay. Erkin savdo majmuasi. Siz eng zo'r sharoitga loyiqsiz. Taradam. Bilasizmi, Erkin bozorining stoyankasi nimaga katta? Yo'q, bilmayman. Chunki vertolyotim qo'nishi uchun. Meni vertolyot qilganingiz yetmaganda vertolyotdan sotib oldingizmi? Albatta. Bizni xotin deyibli bo'lmayapti. Aylan. Taradam.